Virus hayotliq va hayotlikdan boshqa hayotlik bilan munosabatli bo'lgan bir xil organik modda. U hayotlik emas va hayotlik emasmi emas. Virus bir xil hujayrasiz qurilma. U bakteriyadan necha yuz hassa, hattoki necha ming hassa kichik. Shunga biz uni elektronlik mikroskop orqali ko'zlaymiz. Virus faqat taq qurilma ichida DNA yoki RNA oqsil bilan birikadi. Agar u parazitlik hujayradan ayrilsa, hayotlik alohidligiga ega bo'lmay, oqsil kristali tugunchalarga aylanadi. 1892 yili Rossiya biologiyasi Ivanovskiy virusning mavjudligini bayqadi. Ayni chog'da Ivanovskiy gulgiyoq yo'pirmoqlaridan boshqa o'simliklarga virus yuqadiganligini bayqagan. Bu chog'da u bakteriyadan kichik bo'lgan bir xil mikroorganizm mavjud bo'lishi mumkin ekanligini faraz qilgan. Keyin virus ilmining tadqiqotchisi Martinus Bergelen bu ko'z qarashning to'g'ri ekanligini isbotlagan hamda bu xil mikroorganizmga virus deb nom qo'ygan. Bu yilning 5-ida tarqalgan Tajismon virusi dal RNA virusi. Uning sirtqi qismini RNA o'rab turdi. Uning o'ralma pardasida Sanji shodisi mavjud bo'lg'achqa u Tajismon virus deb atalgan. Tajismon virus asosliq hujayra ichida parazit yashaydigan bo'lg'achqa o'pka yallig'ini keltirib chiqarib, qizish, yutilish, nafas qiynalish qatorliq kasallik alomatlarini paydo qiladi. Hatto ig'ir bo'lganda o'lib ketishni keltirib chiqaradi. Bu xil kasallikning tarqalish sur'ati bir qadar tez. Shunga yangi tipdagi Tajismon virusi tarqalgan mezgilda qo'limizni ko'p yuvishimiz, sirtda amal bar g'izolanmasligimiz, sovuq suvni oz ichishimiz, odam ko'p to'plashgan joylarga bormasligimiz, sirtga chiqqanda cho'qim maska taqishimiz kerak. Ko'pchilik oldini olish xizmatini yaxshi ishlasizlar, unchalik sarosimaga tushib ketmasmi bo'ladi. Oxirida do'stlarning salomat bo'lishini, ishlarining utuqli, oilasining xotirjam bo'lishini tilayman.